Onajonlar yaqinroq kelinglar. Bugun sizlarga to'rali chaqalog'imga qanaqa vitaminlar olib va qanaqa berayotganim haqida, nimaga kerakligi haqida aytib beraman. Bu vitamin D3 suyak va tishlarni mustahkam bo'lishi uchun, immunitetni qo'llab-quvvatlashi uchun kerak bo'ladi. Ayniqsa quyosh kam tushadigan bolalar uchun juda ham muhim. Bunisi bo'lsa multivitamin, har xil vitaminlar jamlanmasidan tashkil topgan 0 oylikdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz uchun zarur bo'lgan vitaminlar jamlanmasi. Bu vitaminimiz omega, miya va ko'rish rivoji uchun juda ham kerak, bolani aqliy rivojlanishiga yordam beradi. Bu vitaminimiz bo'lsa iron, ya'ni temir qon uchun juda kerakli bo'ladi. Energiya beradi va kam qonlikni oldini olishga yordam beradi. Biz banisada yotib chiquvdi esinglarda bo'lsa 2 oylikdan oshganimizda o'shanda doktorlar tekshirib, qo'lingizni qoni kam ekan deb har xil dorilar yozishdi. Men lekin olmagan edim, chunki dorilardan ko'ra shunaqa gmosiz, har xil ximik qo'shimchalarsiz vitaminli dorilar qidirib o'tdim. Mana o'shalarni topdim. Nima uchun shuni aynan tanlaganimni endi sizlar ham bilasizlar va aynan mana shu ekranlaringizdagi profildan olishingizni tavsiya qilaman. Sababi bular O'zbekistonga birinchi qo'l olib kiruvchilar. Har bir dorini ichida o'zini qog'ozi bor va halol sertifikatiga ega, har xil testlardan o'tgan, natijalari a'lo darajada tekshirilgan va barcha aptekalarga ham bular o'zligi birinchi qo'l tarqatishar ekan. Shuning uchun men bulardan oldim. Har bitta dorini o'zini saqlash qonun qoidasi bo'ladi qizlarjonlar. Boshqa sotuvchilar bilmaysizlar qanaqa saqlashini. Bular bo'lsa testdan o'tkazib, o'zligi bilib qanaqa saqlashlarini to'g'ri qilishadi. Shuning uchun shulardan olishinglarni tavsiya qilaman. Farzandingiz sog'lig'iga bee'tibor bo'lmanglar qizlarjonlar. Bu videoni yaqinda ona bo'ladigan, yaqinda ona bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'yinglar.